yaxshi Artel yaxshi Dolby Atmos zo'r ovoz Dolby Vision ko'zga mos Film real voqealar asosida suratga olingan. Birodar, o'zingdan ketma bir nafas. Sendan ham zo'rlarini ko'rgan bu dunyo. Kulib boqib turib chiqarmay bir sas. Shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimlarini allalab baxt beshigida, kimlarini zor qilib g'am eshigida, ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Tur. Ketdik. Men bu ishlarni qarzdorligim evaziga qilyapman. Juda katta qarz. Xo'sh, qanday qarzdorlik haqida gapiryapsan? Nima? Kartada yutqizganmisan? Ha, u ham bor. Ammo gap boshqa qarzdorlik haqida ketyapti. Yana qanaqa qarzdorlik? U bizni, oilamizni qutqarib qo'ygan. Seni oilang bormi? Ha, katta oilam bor. Farzandlaring bormi? Shaxsiy hayotim va shaxsiy oilam haqida emas bu ma'lumotlar. Ko'rib turganingdek, yolg'izman. Onam, bir uy tog'alarim bor va 2 ukam bor. Nimaga unda sen bu yerdasan? O'zim ham bilmayman. Qarzdorlikka daxldormi bular? Ha, Ya'ni qanday? Ochiqroq gapirishning iloji bormi? bor. Va lekin shu paytgacha hech kim bilmagan haqiqatni bilishga qiziqyapsan. Bundan chiqdi, bu haqiqatni bilishim menga qimmatlik qiladi, shunaqami? Aksincha, haqiqatni aytish menga og'irlik qiladi. Menga esa eng yaqin insonimni o'ldirmoqchi bo'lgan inson bilan ezilib suhbat qilish og'irlik qilyapti. Shuni tushunyapsanmi? Uni baribir o'ldira olmasdim. Lekin topshiriqni olgansan. La'nati. Shu ishni olib katta xato qilganman. Kim u? Qanaqa qarzdorlik haqida gapirayotganding? Sen ahamiyat qilgan bo'lsang, bu savollarni men senga qayta beryapman. Xullas, u bizni ko'zimizga qahramon bo'lib ko'ringanda. O'sha paytlar
kechagidek esimda. U uyimizga yomg'irli kuz fasli kirib kelganda. Chori, Hozir. uydamisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Naim aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Qolishmadimi? Ha, ertalabdan beri kutib o'tirishdi. Adham akalar ham shu yerda. Kelishgan. Bo'lmasa mana ularni olgan. Xo'p, tansiqroq taom tayyorlarsan. Biror nima kerak bo'lsa, sunnatga aytamiz, chiqib keladi, xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi, yaxshi, Bo'pti. bemalol. Oyijon. Bugun Adham dodamlarnikiga boraylik. Yasinani ko'rgim kelyapti. Voy qizim, yaqinda ko'rganding-ku. Nima bo'ldi yana tag'in? Shunchaki rosa sog'indim. Qizim, hozir dodingni uyida ish juda ham ko'p. Hammalari o'zlari bilan o'zlari ovora. Kelasi yakshanba boramiz. Bo'ladimi? Yo'q. Bugun boraylik. Unga nimadir bo'lishi mumkin. Ko'nglim sezyapti. Bo'ldi qil. Har narsani ham gap deb gapiravermagin, jon qizim, yaxshi emas. Bo'ldi. Ona qizim, dam olish kuni boramiz dedimi? Dam olish kuni boramiz. Xo'p? Xo'p. Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilaylik, oyijon. Yo tavba. Nima junurdi seni qizim? Bo'pti. Hozir qo'ng'iroq qilamiz. Pastda ozgina ishlarim bor, shularni qilib olay, keyin qo'ng'iroq qilamiz, bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, ana qizim o'zimmi, asal qizim. Katya? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Nima gap, Katya? Men bu yerda ortiq jim o'tira olmayman. Qancha kutish mumkin? U yerda Javohir bizni kutyapti. Biz esa Javohirni qutqargani kelgan qayoqdagi bir qahramonni kutyapmiz. Men Rasulzodasiz ham Sasha va Denini qarorgohida o'z rizqini terib yurgan ayol edim. U bo'lsa bizni lagerdagi bolalar singari mehmonxonaga qamab ketsa. Katya, o'zingni bos. Bunchalik xavotirga tushma. Uni o'zi albatta hali aloqaga chiqadi. Qani suvdan ich, asabiylashma. Bunaqa kutishlarni jin ursin. Nima o'zini zirhli mashinaman deb o'ylayaptimi? Azam, siz erkaklarni shu qaysar feelingizga tushunmayman-da. O'zlaringizga ortiqcha baho berasizlar. Qurollangan odamlarning ichiga yakka o'zi kirib ketsa-ya. Kamiga yana meni kuting degan cheklov qo'yib ketsa. Unchalik emasdir, Katya. Bu yer begona joy. Qolaversa begona odamlar. Rasulzoda ham o'zidan o'zi bir ish qiladigan odamlardan emas. Bir ish chiqarib turmaylik. Azam, farzanding bormi? Yo'q. Ayolim bilan farzandsizlikdan ajrashganman. Lekin bir jiyanim bor. Uni o'zim otalik qolganman. Ha, endi bu boshqa masala. Ayb kimda bo'lgan? Uzr, bunaqa ochiqcha savol berganim uchun. Hech qisi yo'q. Menda. Iloji bormikan? Qaydam. Doktorlar yaxshi niyat qilinglar degan xolos.
O'sha doktorlaringni. Shu gapni yomon ko'raman-da. Erim oxirgi nafasini olayotganda ham doktorlar xuddi shu gapni aytishgandi. Senga hamdardman. Hojati yo'q. Men borgan sari bir narsadan qo'rqayapman xolos. Nimadan? Erimni esimdan chiqaryapman. Borgan sari u xotiralarimdan chiqib ketyapti. Tushimga ham kam kiryapti. Bilasanmi, Katya? Bu hayotga hammamiz qachondir ketish uchun kelamiz. Bu yerda yashashimizni o'zi qachondir ketishimizga qilayotgan harakatimiz deb bilaman. Azam, senga bitta gap aytsam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q. Hech senga zerikarlisan deb aytishganmi? Kam aytishgan. Demak, hayotingda qizlar kam bo'lgan. Nega endi? Yetarlicha. O'xshamayapti. Chunki gaplaring juda ham falsafiy chiqayapti. Bilasan, bu odamni juda ham zeriktirib yuboradi. Katya, demak senga jiddiy o'ylamasdan, oxirini o'ylamasdan ish qiladigan, gapiradigan yigitlar yoqadi, shundaymi? Menimcha ha. Chunki aqlni ishlatish ko'pincha ojiz ayollarga xos. Kuch va jo'shqinlik er kishiga mos deb hisoblayman. Ahamiyat qilgina menimcha deb gapiryapman. Institutda bir ajoyib domlam bo'lardi. Xo'sh, Ismlari Ma'mur Umarov. Nima desangiz deng. Va o'z shaxsiy munosabatingizni ham, ichki kechinmalaringizni ham qo'rqmay ayting. Lekin oxirgi katta qavs bilan menimcha deb qo'shib qo'ying. Shunda sizni hech kim otib tashlamaydi, degandilar. ha. Juda ham ajoyib himoya vositasi ekan. Ha, gohida juda qo'l keladi. Balkim, bilasanmi, Katya? Sen juda g'alati ayolsan. Seni tushunish juda ham qiyin. Rahmat. Doim aytadigan gaplarni eslatganing uchun. Shunaqa degin, Katya. Men bir narsaga tushunmayman-da. Xo'sh, O'sha karta, qimor o'yinlari zerikarli emasmi? Hozir internetda nima ko'p? Onlayn qimor o'yinlari ko'p. Lekin haligacha karta, qimor o'yinlarini o'ynab yurishibdi. bilasanmi, Katya? Qo'l bola karta bilan qimor o'ynashni gashti boshqacha bo'lsa kerak. Endi men bunaqa narsalarni o'ynamaganman. Shuning uchun tayinli bir javob aytishim ham qiyin. Ha, aytganday, sen bu yerli emassan-a? Barcha gaplaring hikmatlarga to'la. Toshkentga qachon qaytmoqchisan? Hali o'ylaganim yo'q. Bu yerda yana qancha qolishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysan? O'ylashimcha kechgacha. Undan xabar kelishini kutamiz. Shu. Mayam qilamiz, kutamiz. Assalomu alaykum. Turmang, o'tiravering. Assalomu O'tiravering. alaykum. Assalomu alaykum. Naimjon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi, Rahmat, tuzukmisiz? ming bor uzr. Qani, ilohim, qani, ayting. tinchlik, amonlik, xotirjamlik Amin. bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qiynalmay keldingizmi? Menimcha siz Adham aka bo'lsangiz kerak. Xuddi shunday. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ming bor uzr. Ishlarim ancha ko'payib ketdi.
O'zim bir kun avval kelib, sizni kutib olishim kerak edi. Sira vaqtim bo'lmadi. Ancha yillardan beri bir ishni rejalashtirib yurgandik. Shunaqa. Va nihoyat mana shu ishimiz amalga oshadigan bo'ldi. Yaxshi yangiliklar bilan bo'lib qolib ketdim. Yaxshi yangilik bo'lsa yaxshi-da, Naimjon. Shunday aka, shunday. Xudo xolisa ayolim va 2 o'g'lim o'zim tibbiyot sohasidamiz. Bir oila bo'lib hamkasb ekansizlarda. Shunday aka. Avvallari bu ham o'zimga erish tuyulardi. Keyin klinikadagi ishlarni anchasini o'g'illarim o'z zimmasiga olgach, tanlovim xato emasligini anglab yetdim. Buni qarang. Birinchi uchrashuvdayoq siz bilan suhbatni bemalol boshlab yuborganimni qarang. Sal o'zimni bundoq yaxshilab tanishtirmaganimni qarang. Sizni men juda yaxshi taniyman. Rasulzoda ukam siz haqingizda tinimsiz gapirgani uchun xuddi shunday tasavvur qilgandim. Rahmat. Ismim Naim, familiyam Mahmudov. Yaqindan beri oilaviy klinikani rahbariman. Sizni bir necha kundan beri kutamiz aka. Naimjon, men ham sizni Rasulzoda orqali sirtdan juda ham yaxshi bilaman. Ha, Shuning uchun hech qanaqa xijolatligi yo'q. Juda ham shinavanda odam ekansiz. O'ylaymanki, siz oldingizga kelib adashganim yo'q. sog' bo'ling. Shu ukamni sog'ayishiga hissa qo'shsangiz deb umid bilan keldim. Aka, avvalambor hammasi Allohdan. Sidqi dildan harakat qilamiz. Endi ukamni mana shu kuyga tushishiga qisman men ham sababchiman, Naimjon. Hammasidan xabarim bor aka. Ko'pam o'zingizni bu ishlarda ayblayvermang. Demak, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Balki shundaydir. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Unda siz bemalol Botirbekni tashlab ketavering. Uzoq bir oylarda yangilik bilan bezovta qilamiz. Tushunarli, ammo bir kichkina savolim bor, bersam bo'ladimi? Xo'sh, bemalol. Men avval boshdanoq ukamni shifoxonaga olib bormoqchi edim. Keyin bu vazifani Rasulzodaga topshiriq qilib berdim. Ungacha ukam bir muddat kasalxonaga ham tushib chiqdi. U yerda davolanishini oyimiz biroz ma'qul ko'rmadi. Kasal bolam battar kasal bo'ladi deb achindi. Davolanishni to'xtatib qo'ydi. Bu orada Rasulzoda tinmay haqingizda gapira boshladi. Faqat men bir narsaga hech tushuna olmayapman. Xo'sh, Zarba orqali orttirilgan kasallikni bu dala hovlida qanday qilib davolash mumkin? Hech qanday tibbiyot sharoitlari bo'lmasa. to'g'ri aytyapsiz. Lekin bu masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Ko'pincha ruhiy quvvatni o'zi ham yetib ortadi. Buni ustiga ukamizda bu kasallik avloddan avlodga o'tadigan emas, ya'ni zarba orqali bo'lgan. Sizni tushundim. Siz ko'p ham xavotir olavermang. Shifoni Xudodan so'raylik. Biz bandalar bor yo'g'i sababchimiz. To'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormanglar. Olib keldingmi chora? Mana. Olib kel. Bekorga ovora bo'lsin. Qanday aka? O'zing ham o'tirib ol. Ey, yashanglar. Qani?
Chorvoy choydan quy. Qani ustoz oshna oling. Qani, Qand olinglar. qani oling. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday meva Oling. oling? Sanobarxon, qalaysiz? Shoshmang. Qayerga ketyapsiz? Ichkariga. Ichkarida yig'ilish bo'lyapti. Mumkin emas. Muhim ishim bor Boburda. Qochib tur. Mumkin emas deyapman sizga. Nima? Meni tanimay qoldingmi? Sanobar, seni bu yerga men ishga kiritganman. Nima, esingdan chiqdimi? Bundan chiqdi. Sizni ichkariga kirgizishim kerak, to'g'rimi? Ha? Akmal aka, hozir hammasi ancha o'zgargan. Sizni bu binoga qo'yishimiz qat'iyan man etiladi. Hey. Yaxshilikcha yo'limizdan qoch. Ana охраналар miq etmay bizni ichkariga kirgizdi-yu. Namuncha jirillaysan? Ular bilan umuman ishim yo'q. Men o'z vazifamni bajaryapman. O'zi umuman siz kimsiz? Nimaga aralashyapsiz? Seni nima ishing bor? Nima ishing bor seni? Oldin bu yerda ishlaganman deyapti. Ha, indamasdan qo'yib yubor. Yana seni ishga olib kirgan ekan. Yuzing ko'zing demaysan, bezbet. Keyin senga o'xshab tentirab yurishim uchunmi? Nima deding hozir? O'zingdan ketmay, qoch yo'limdan. Shoshmang. Nima qilyapsiz? Xullas aka, faoliyatimizni kengaytirishimiz kerak. Shuning uchun qayerdan paydo bo'lding sen? Ha? Men bilan keldi. Kim chaqirdi seni bu yerga? Bobur, iltimos, bizni eshit. Do'stimni kutib olmoqchi edim, lekin vaziyat umuman o'zgarib ketdi. Noiloj qolganimizdan bostirib kirishga majbur bo'ldik. Gapirishing befoyda xullas. Kim olib kirdi sizlarni o'zi bu yoqqa? Sanobar? Nimaga kirgizdingiz bularni? Kechirasiz. Ming bor uzr, Bobur Adhamovich. Ularni o'zi qo'yarga qo'ymay bostirib kirishdi. Qarshilik qildim, ammo foydasi bo'lmadi. Qo'riqchilarni chaqiring unda. Olib chiqib ketsin bularni. Xo'p, hozir. Bobur, uka, iltimos. Meni eshit. Hech bo'lmasa oxirgi marta eshit, juda ham muhim gapim bor, uka. Akam ham, men ham seni yetarlicha eshitdik. Oxiri nima bo'ldi? Yaxshilikka tupirding, ketding. Chiq, ko'zimga ko'rinmagan. Yo'qol. Gap Javohir haqida. Hoy qiz. Hoy qizaloq, qayerga ketyapsan? Yasina. Yasina. Yaxshimisan? Qayerga ketyapsan, qizim? Yasina. Meni dadang bilan oying yubordi yoningga. Ular bizni kutishyapti. Yura qol. Men ertalab oyim bilan gaplashdim-ku. Kelaman demagandilar. Keyin siz ismimni qayerdan bilasiz? Axir men dadangning o'rtog'i bo'laman-ku. Ular seni tug'ilgan kuningga surpriz qilishmoqchi. Rostdan aka? Albatta. Rostdan oyim bilan dadam kelishdimi? Rostdan. Yur axir. Aldamayapsizmi? Menga aldayman. Yur o'zing ko'rasan. Yura qol, yura qol. To'xta. Tezroq. O'zim ochib beraman eshikni. Qani o'tirchi. Yaxshi. Qalay o'tirmasan? Yaxshimi? Hozir seni dadang bilan o'yin oldiga boraman.
meni hayotimni asrab qolgan. Agar u o'shanda yordam bermaganida onam ikkimizni ahvolimiz nima kechardi bilmadim. Men kichik bo'lganim uchun onam bechora ancha charchab qolgandilar. Hammadan kech ishni bajarardik. Shunda yo'ldosh akay bizni kaltaklay boshladi. Uni aytishicha, onam ikkimiz ko'p ovqat yeb, kam ishlatgan emishmiz. Boshida qancha tayoq yesam ham indamadim. Lekin onamni kaltaklagach chidolmadim. Va qo'limdagi o'roq bilan akayni yelkasiga soldim. Zarb bilan solganim uchunmi, o'roq uning yelkasida qolib ketdi. U qichqirishni boshladi. Hamma shok holga tushgandi. Onam esa o'rinlaridan turdi-da, meni qo'limdan ushlab, duch kelgan tomonga qarab qochishga tushdi. Biz juda uzoq yugurdik. Hujjatlarimiz ham, barcha issiq kiyimlarimiz ham o'sha fermada qolib ketgandi. Onam ikkimiz hansirab yugurardik. O'zimiz bilmagan holda ancha joyni bosib o'tgandik. Qorong'u tushsa hamki, o'rmondan chiqib keta olmasdik. Tobora ichkarilab kirib ketayotgandek edik. Men qo'qqisdan yiqilib tushdim. Onam esa madorsizlikdan tinib qoldilar. Shu payt o'q ovozi eshitildi. Biz qo'rquvga tusha boshladik. Shuncha yugursak ham ular bizga yetib oldi degan xavotirda edik. Bir payt qarshimizdan u paydo bo'ldi. Bir qo'lida miltiq, bir qo'lida bo'yniga o'q tegib o'lgan qorovuli bilan. U bizga yaqin kela boshladi. Onam va meni uni quroli qo'rquvga solardi. U esa bizga salom berdi-da, sekin gapirishni boshladi. Go'yoki bizni hozirgi vaziyatimizni to'g'ri fahmlagandek savol berishga tushdi. Uni ismi nima? U hozir tirikmi? Kim o'zi u? Afsuski, u tirik. Avvalgidan ancha o'zgargan. Uni ismi Burgut. Oltinbek. Dadajon, salom alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ovqatsiz o'raymi? Ha. Xo'p bo'ladi. Opang qani, Zahro maktabdan keldimi? Yo'q, hali kelmadilar. Hali o'qiyaptimi? Bo'lmasa dasturxonga ketdik qani. Burgut deysanmi? Ha, Burgut. Senda uni bironta bo'lsa ham rasmi bormi? Agar sog' holda topilsa, uyda bo'lish kerak. Nega, tinchlikmi? Burgut degin. Ha. O'zingni tutishing yomon emas. Voy ablah. Jodugar kampirsiz. Nima? Shumi xotinchangiz? Yoshlik chog'ida kimga baxt beradi? Nima? Tiz cho'kmaydi. Hamyon to'la farzand yo'q quchog'ida. Ana, xotinni quli. Rajiyim meni yaxshi ko'radilar, dadajon. Uylanganimdan keyin yana ham omadim yurishdi. O'zingdan ketma bir nafas. Sendan ham zo'rlarni ko'rgan bu dunyo. Qizimni kasal qilib qo'yib,
bizga ham xabar bermadinglar-ku? Bu kuningdan o'lganing yaxshi. Javohirni o'yinga olib kiraman, bo'ladimi? Qanday qilib tuni bilan qayerdadir yurib kelgan xotinimni so'ramasligim mumkin. O'zining makridan yasab bir qafas, shirdan mushuk yasab qo'ygan bu dunyo. Shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimning oyog'idan chalgan bu dunyo.